Hammaga salom. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Biz qanday qilib harakatlanamiz, kulamiz yoki nafas olamiz? Bularning hammasi mushaklar yordamida amalga oshadi. Bugun biz mushak turlari, tuzilishi va qanday ishlashi haqida ko'rib chiqamiz. YouTubedan video darslar ko'ryapsizmi? Demak, siz onlayn ta'limga qiziqasiz va bu yo'lni to'g'ri deb bilasiz. To'g'risi hamda bu issiqda o'quv markaziga borib, yo'lga soatlab vaqt sarflagandan ko'ra, uyda muzdagina konteyner tagida bitta telefonning o'zida o'qigan nima yetsin. Xullas, ortiqcha gapirib o'tirmayman. Bizni Atomiga platformamizda kimyo va biologiyani onlayn o'rgansangiz bo'ladi. Platforma havolasini video ostida qoldiramiz. Aytgancha, videoga like yoki dislike bosib qo'ysangiz, biz darslarimiz sizga qanchalik ma'qul kelganini bilib olamiz. Obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Shunda yangi darslar va foydali kontentlar joylanganda bexabar qolib ketmaysiz. Bizning tanamizni 40-50% mushaklar tashkil qiladi va mushaklar bizga harakatlanish imkonini beradi. Mushaklar nerv impulslari ta'sirida qisqaradi va bo'shashadi. Bosh miya signal yuborganda mushaklar qisqaradi. Bu jarayon aktin va miyazin oqsillari ta'sirida sodir bo'ladi va energiya sarflanadi. Tanamizda 3 xil mushaklar mavjud. Bular skelet mushaklari, silliq mushaklar va yurak mushaklari. Skelet mushaklari tana harakatini ta'minlaydi. Ishlashi ixtiyoriy bo'lib, suyaklarga paylar yordamida birikkan. Misol sifatida biceps, ko'krak mushagi va boshqalar kiradi. Yurak mushaklari yurak devorlarini tashkil qiladi. Ixtiyorsiz avtomatik ishlaydi. Yurakning muntazam qisqarishini ta'minlaydi. Silliq mushaklar ichki organlar devorlarida joylashgan bo'lib, ixtiyorsiz ishlaydi. Ovqat hazm qilish, qon aylanish kabi jarayonlarni boshqaradi.